Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi videomiz Velikan haqida, Velikan vitrovkalar haqida bo'ladi. O'tgan safargi videolarimizda Velikan vitrovkalarni uncha tahlil qilinmagan ekanmiz, ko'rsatilmagan ekanmiz to'liq. Bu safar iloji boricha arzonni qilib ko'rsatib beramiz. Xo'p. Birinchi vitrovkamiz o'rta bo'ylik to'lacha bo'lgan akalarimiz uchun chiqqan. Xo'p, razmerlari 68 razmeri ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. 68 razmeri. Ichlarini astarlariga bitta baho berasizlar. Cho'ntaklari ham admanka bas, asobiy ichkarida cho'ntaklari bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin astarlarini. Bellarida rezinkalari bor. Mana elastik cho'ziluvchan rezinkalarigacha qo'ygan. Cho'ntaklari pistonlik. Piston ochilib yopiladi. Mana. Bemalol chuqur qilib ishlangan. Mana bunaqa joylarida ham cho'ntaklari bor. Ko'pchilik o'sha cho'ntak qilmaydi, admankani o'zini qilib qo'yadi, lekin admanka bas. O'sha cho'ntaklari bor. Xo'p, ikki tarafida ham cho'ntagi bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, yenglariga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Однотомный, flashovkali, keyin ikkita piston qo'ygan. Mana. Bemalol katta kichik qilib olgani imkoniyati bor. Mana orqa taraflarini mana. Ortiqcha emblema bo'lmagan, qo'ma shaklida ishlab chiqarilgan. Mana. Yelka qismlari tekis. Yoqalariga ham mana alohida mag'izlar bilan qo'yib chiqilgan. Sizlarga ko'rinish, kattalik jihatdan ko'rinishi mumkin bo'lishini ko'rsatib beramiz bir qator. Mana kurtkani, yengil kurtkani ustidan kiyib berish mumkin. Buni mana o'sha yelkaga tushmaganda bunday qilib ilib qo'yilgan. Maxsus. Mana katta kattaligini tasavvur qilaverasizlar mana. Kurtkamiz ustidan shunchalik turibdi. Video oldidan yana o'rtasida aytib qo'yay. Farg'ona viloyati, Qo'shtepa tumani, Qo'rg'oncha MFda joylashgan. Lokatsiyamizni o'sha bir qator aytib o'tyapmiz. Telefon raqamlarimizni pastga yozib qo'yamiz. Eng asosiy joyi keldi. Narxiga kelamiz. Mana atiga 259 ming so'm. Atiga 259 ming so'm. Kommentariyada bir xilga mahsulotlarning qimmat deyishyapti. Lekin buyum bilan buyumning farqi bor. Yaxshi sifatli bo'lgan buyumlarni ko'rsatyapmiz. Endi ortiqcha arzon narsani ko'rsatsangiz ham uncha yemasligi mumkin. O'shuning uchun sifatli bo'lgan yaxshi buyumni asosiy sifatiga qarab olinsa yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Misol arzon narsani olib sifatsiz chiqib qolib ertaga kiya olmasligingiz mumkin yoki bo'lmasa sizga yaxshi xizmat qilmasligi mumkin. Xo'p, keyingi vitrovkamiz mana. Oldi orqasi qo'ma qilib, mana oldi orqasi mana qo'ma qilib, yo'lli qilib ishlangan fasonda. Buni ham yenglariga e'tibor berasizlar. Bunga qo'ma qo'shgan pistonlik, mana katta kichik bo'ladi bunda ham pistoni. Bunga alohida zamoydan keyin o'sha tepalariga planka qilib qo'ygan. Plankani o'sha pistonli qilib qo'ygan. Mana ochilib yopilishlari, mana ichlari, mana Ilfan firmasi. Cho'ntaklari bor. Buni ham cho'ntaklari bor. Mana bu tomonlari alohida mana yenglariga mag'iz qo'yib, mana yoqa chetlariga mana zaminatildan qo'yib chiroyli fason qilib ishlangan. Razmerimiz, bu razmerimizni hop 58 razmeri ekan. Biroz bir bo'yi uzun bo'lgan mijozlarimiz olsa maqsadga muvofiq bo'ladi, chiroyli chiqadi.
Kurishlarini ham mana ko'rib turibsiz. Cho'ntaklariga, ustilariga o'sha bilinmas qilib mana zamol qo'yilgan. Mana ochib yana qaytarib bemalol yopib olishaveradi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu astar biroz bemalol yopilaveradi. Mana buni ham ortiqcha bachkana joyi yo'q. Mana biroz bir mana lokomotivni o'zini shunchaki qo'yilgan xolos. Hech qanaqangi bir nimasi yo'q. Yozuv puzuv aji-buji narsasi yo'q. Mana qirg'oqlariga ham mana chiroyli qilib, karsalarini ham juda chiroyli qilib ishlagan. Mana pistonlariga ham alohida e'tibor berib qo'ygan. Bunimiz ham kiyib biroz ko'rsatma beraveramiz kurtkaning ustida. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 60 razmer. Mana bemalol o'sha mana kattagina bo'lib mana kelyapti razmer. Xo'p, eng o'sha muhim bo'lgan joyi mana puli 259 ming so'mdan. Hurmatli kuzatuvchilar, 259 ming so'mdan ko'rishlaringiz mumkin. Narxi yozib qo'yilgan. Biroz tavsiya qilib. Xo'p, hurmatli obunachilar, 3-obzorimiz diplomatlar haqida bo'ladi mana. Mana ko'rinishini oldini mana hech qanaqangi qo'masi yoki bo'lmasam bir burushgan yoki bo'lmasam to'qilgan joyi yo'q. Mana однотонный. Mana orqalarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana yenglari piston bilan ishlangan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ichlarini oma qo'ma qilib chiqarilgan. Ortiqcha qalin emas, ayni o'sha bahor mavsumi uchun bo'lgan diplomatimiz hisoblanadi. Xo'p, bu razmerimiz XL razmerda, обычный razmer hisoblanadi. Velikan bo'lmagan, lekin razmerlari to'liq razmer. O'rta o'sha 1XL dan 4XL gacha chiqqan. Kengligi ham keng. Mana hozir razmerni ko'rsatib beraman. Buni ham o'sha kurtkami ustidan chiqayapmanki, to'lacha odamlar kiyishga mos bo'lishi uchun. Bemalol misol bo'ylari ham mana harakat qilishlari ham yaxshi. Kurtkani ustidan kiyayotganimiz sababi, yana takror aytaman, to'lacha insonlar kiysa bemalol bo'lishligi uchun, mos kelishligi uchun ko'rsatib beryapmiz. Xo'p, bu 4XL razmeri ekan, hurmatli kuzatuvchilar. Videomiz cho'zilib ketmasligi uchun mana cho'ntaklariga e'tibor bering, tekis qilib ishlangan cho'ntaklari ham. Buni ham ichki cho'ntaklari bor. Cho'ntaklari bor. Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan. Eng muhim joyi, narxini ko'rishlaringiz mumkin. 279 ming so'mdan. 279 ming so'mdan. Nalichida razmerlarimiz bor. Bemalol bizni kuzatishda davom eting. Yana nima zaril, yana nimalarda obzorini qilaylik, kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Bizga obuna bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling.